Assalomu alaykum hurmatli youtuberlar, salomatmisizlar? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Ramazon ro'zalarida qiynalmasdan tutyapsizlarmi? Bugun sizlarga juda ham noodatiy kontent qilamiz, ya'ni ko'p videolarda ko'ramiz, kontentlarda, videolarda skuterlar 600 so'm sarflaydi, 700 so'm sarflaydi, o'zi necha pul rasxod qiladi, ya'ni 100 kilometrga. Yo bo'lmasam zaryad tugaguncha 50-60 kilometrga garantiya berib turilgan skuterlarda o'zi necha pulli elektr energiya yoqiladi va bir oylik xarajatlari qanaqa bo'ladi? Kelinglar ko'rib chiqamiz. Videoni boshlashdan oldin like bosib qo'ysanglar xursand bo'laman. Xudo xolasa barchasini batafsil ko'rib chiqamiz. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, ushbu mahsulotlarimizni elektr energiya sarfini ko'rib chiqishda hisob-kitobni yaxshi bilmagan odam ham bemalol ko'rib olsa bo'ladi. Shunchaki hozirgi kunda sun'iy intellektlar yaxshi rivojlangan. Sun'iy intellektga ma'lumotni berish kifoya. Kelinglar, mana shu umumiy ko'rib turgan skuterlaringdan o'rtacha skuterda xarajatlarni ko'rib boramiz. Buning uchun ChatGPT dan foydalanamiz. Demak, to'liq ma'lumotlarni berib, bunga kirgizib chiqamiz. Ya'ni motor quvvati o'rtacha 500 watt olamiz. Yurish masofasini 60 km qilib hisoblaymiz. Hamda elektr energiya narxini 600 so'm qilib belgilaymiz. Ana o'shanda qanchalik rasxod chiqishi, qanchalik ma'lumotlar berishi to'liq bo'ladi. Demak, qilinib turgan ishlardan 60 volt 20 amperni bir-biriga ko'paytirish orqali umumiy qancha quvvat ketishi aniq bo'lyapti. Demak, 1.2 kilowatt energiya sarflar ekan umumiy hisobda. Endi 1.2 kilowatt bu umumiy hisobda 60 kilometrga to'g'ri kelyapti. Ya'ni 60 kilometrda 1.2 kilowattni sarflayapti. Demak, 1.2 kilowattni hozirgi kundagi 1 kilowatt elektr energiya narxi uchun ko'paytiradigan bo'lsa 720 so'mni tashkil qilyapti. Demak, mana shu ko'rib turgan skuterlarimiz 60 kilometr uchun atigina 720 so'm sarf qilar ekan. Demak, bir kunda o'rtacha 1 kilometr uchun 20 so'm rasxod 12 so'm rasxod qilar ekan. To есть 12 so'm rasxod qilar ekan. To'liq hisob-kitob qilinadigan bo'lsa, demak, to'liq zaryadlashda 720 so'm, agar umumiy hisobda 100 kilometr yuradigan bo'lsa, eslatib o'taman, demak 720 so'm yoki 600 so'm emas, 100 kilometrga 1200 so'm atrofida rasxod qilar ekan. Umumiy hisobda. Agar buni ko'rib chiqiladigan bo'lsa, o'rtacha 1200 so'm deb oldik. Oylik xarajatga hisoblaydigan bo'lsak, bir oyga o'rtacha 10100 so'm yoki bo'lmasam 11000 so'm hisobida demak rasxod qilar ekan. Yillik rasxod bo'ladigan bo'lsa 132 ming so'mga to'g'ri kelar ekan. Ushbu ma'lumotlarda biz nimaga aytib o'tyapmiz? Sababi juda ham oddiy. Ushbu skuterlarni xarid qilganlaringda sizlarda qanchalik budjet tomonlama tejalishlarni ko'rib chiqmoqdamiz. Aytishlaring mumkin, prava talab qilinyapti, pravasizlar bormi deb. Bizda tanlov hamisha bor. Agar pravalaring bo'lmaydigan bo'lsa ham kelib ko'rsalaring bo'ladi. Prava talab qilinmaydigan 25 cc dan o'tmaydigan motor quvvatlari 240 wattli bo'lgan kichik skuterlarni taklif qilib qolamiz. Kelishsa, xarid qilsa bo'laveradi. Keyingi modellarimizni ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, ko'p sotuv bozorlarida uchraydigan INB modellarimiz. O'rtacha bularda ham motor quvvatlarini 500 wattli deb hisoblaymiz. Akkumulyatorlarni standart 72 volt 20 amperdan hisoblab ko'ramiz. Demak, sun'iy intellekt orqali hisoblab ko'radigan bo'lsak, akkumulyatorlarini 72 volt 20 amperlik qilib ko'ramiz. Hurmatli kuzatuvchilar, hammasi sizlarning oldingizda bo'lyapti. Demak, akkumulyatorlarimiz 72 volt 20 amperda bir-biriga ko'paytiradigan bo'lsak, 1440 watt bo'lib chiqyapti. Ya'ni 1.4 kilowatt deb hisoblaymiz. Umumiy hisobda agar mana shuni 1 kilowattini, ya'ni umumiy hisobda 1 kilowattimiz 600 so'mga to'g'ri keladigan bo'lsa, elektr energiya sarfi 1.4 kilowatt bo'ladigan bo'lsa, 600 so'mga ko'paytirsak 864 so'm rasxod qilar ekan. Ya'ni umumiy to'liq quvvat olishligi uchun. Skuterimizni to'liq ma'lumotlarni yana bir marta ko'rib chiqamiz. Ya'ni umumiy hisobda 100 km uchun 1440 so'm rasxod qilar ekan. 100 km uchun. Bu degani 2 marta zaryadga to'g'ri keladi o'rtacha. Umumiy hisobda oylik xarajatlarimiz 12600 so'mga to'g'ri kelar ekan. 12600 so'm bilan sizlar deyarli 30 kun to'xtamasdan harakatlanishinglar mumkin. Juda ham bu taraflarni ko'rsatib berib turganim olishlaringga arziguligini sizlarga tushuntirib berishdan iborat bo'ladi. Yillik xarajatlarimiz bo'lsa 153 ming so'mni tashkil qiladi. Hurmatli kuzatuvchilar, o'rtacha shu rasxodlarni qilar ekan mana shu ko'rib turgan modelinglar.
Hurmatli kuzatuvchilarimiz, Innova modellarini pol kabinalilari ham bor, ko'rishlaringiz mumkin. Umumiy hisobda pol kabinalarda o'rtacha motor quvvatlari 1000 Watt, akkumulyatorini 60 volt 45 amper deb hisob-kitob qilib ko'raylik. Demak, 60 volt 45 amperni bir-biriga ko'paytirsak 2700 Watt hosil bo'lyapti. Ya'ni 2,7 kilowatt. Demak, 2,7 kilowattni hozirgi 1 kilowatt narxiga ko'paytiradigan bo'lsak, 1620 so'mni tashkil qilyapti. Ya'ni umumiy hisobda mana shu turgan Innova modellarda, umuman olganda pol kabina Innova modellarda narxiga hisob-kitob qilib ko'radigan bo'lsak, 1600 so'm rasxod qilar ekan, ya'ni bir marta to'liq quvvatlanish uchun. Demak, 100 kilometr uchun o'rtacha 2700 so'm rasxod qilar ekan, ya'ni mana shu modellarimiz. Bularni ham ma'lumot bilib qo'yishlari ham bu o'zlari uchun ham foydali bo'ladi. Motor quvvatini 1000 Watt deb hisobladi, ya'ni 1 kilowatt deb. Demak, akkumulyator quvvatiga agar bo'ladigan bo'lsak, umumiy hisobda 2,7 soat o'rtacha bo'lib turib, 2 soat va 40 minut umumiy hisobda yura olishni ta'minlab berar ekan. Agar hammasi joyida to'liq ishlasa, bu mana bu ko'rib turgan lampochkalarning yonishidan tashqari bo'lgan rasxod, ya'ni kunduz kuni hech qanaqa motordan tashqari qo'shimcha yonadigan farlar yoqmaydigan bo'lsalaring, o'rtacha 2 soat va 42 daqiqacha yurib bera olar ekan mana shu mahsulotlar. Biz umumiy hisobda hisob-kitob chiqaryapmiz, ya'ni sizlar uchun foydali bo'lishligi, qancha yura olishlarini to'liq ma'lumot berishlik uchun. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, to'liq zaryadiga 1620 so'm, 1 kilometr uchun xarajati 27 so'm bo'lar ekan. Demak, umumiy hisobda aytib o'tdim, oylik xarajatlari 24000 so'm bo'lar ekan. Ya'ni 24000 so'mga 1 oy 30 kun foydalana olish xususiyati bilan sizlar 24000 so'm atrofida rasxod qilar ekansizlar. Yillik xarajat bo'lsa 295000 so'm hisob-kitob qilinar ekan. Ya'ni 365 kunga 295 ming so'm. Yomon emas. Keyingi modellarimizni ko'rsatib o'tamiz. Demak, motorollerlarga navbatda beramiz. Xo'p, motorollerlarda ochiqlarini hisob-kitob qiladigan bo'lsak, o'rtacha 1 tonna uchun hisob-kitob qilamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, kelinglar. Xo'p, eng optimal yuradigan akkumulyatorlarimizni kelinglar 72 volt 58 amper qilib olamiz. Demak, biroz vaqtlarni olaman. Shunga arziydigan kontent qilyapmiz. Sababi, hop, 72 volt 58 amper motor quvvatini 1800 watt deb hisob-kitob qilamiz. Shu bilan birgalikda kilometr yurishini o'rtacha kelinglar 50 kilometr deb olaylik. Demak, hisob-kitob qiladigan bo'lsak, o'rtacha mana shu motorollerlarda orasida men aytgan daniyaliklari bor. 72 voltni 58 amperga ko'paytiradigan bo'lsak 4176 watt chiqyapti, ya'ni 4 kilowatt chiqyapti. O'rtacha 4 kilowattni 600 so'mga ko'paytiradigan bo'lsak 4,1000 dan 176 kilowatt bo'lgan. O'zi 4 ni ko'paytirsak o'rtacha 2400 so'm pul hosil bo'ladi. Ya'ni to'liq zaryadlash uchun o'rtacha 2400 so'm ketar ekan. Endi to'liqroq, aniqroq aytadigan bo'lsak 2505 so'm bo'lar ekan. 2500 so'm hisob-kitob qilaylik. Grubiy umumiy 2500 so'm rasxod qilar ekan to'liq zaryadlash uchun. Buni agar 100 kilometr uchun hisob-kitob qiladigan bo'lsak 5011 so'm rasxod qilar ekan 100 kilometr uchun. Hurmatli kuzatuvchilar, 100 kilometrga 5000 so'm yomon emas. Oylik xarajatlarimiz umumiy hisobda 30 kun harakatlanishga 45000 so'm rasxod qilar ekan. Yillik bo'lsa 547000 so'm. Ma'lumotlarimiz aniq hisob-kitob asosida qilib berilyapti, ya'ni sun'iy intellekt tomonidan. Adashmovchiliklar bo'ladigan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz, lekin bu ma'lumotlarni biz sizlarga keltirib berishimizdan maqsad shuki, nima uchun skuter tanlash kerak hozirgi kunda. Chunki bilyapsizki, o'zi elektr energiya, gaz narxi oshgani sari yonilg'ida yuradigan katta transportlarda rasxodi ham oshiqcharoq bo'ladi. Ya'ni siz o'rtacha taksida 5-6 kilometrga oldin 13000, 14000 so'mga borib turgan bo'lsangiz, hozirgi kunga kelib 25000 so'm, 30000 so'mga aylalyapti. Yillik hisob-kitob qilib ko'radigan bo'lsalaring, bu sizlarga juda ham katta moliyaviy tomonidan
taksiga rasxodlaringga chiqib ketishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham biz skuter olishlaring tarafdorimiz. Kelinglar, ko'ringlar, skuterlar xarid qilishlaring mumkin. Agar uzoq yo'lga bo'ladigan bo'lsalaring, xudo xolasa ular uchun ham dizelli skuterlarimizni ko'rsatib o'tyapmiz. Agar kamera aylantirib ko'rsatsangiz bo'ladi. Kecha kuni videosini chiqargan edik. Yangilari ham sekin-sekin kelib boryapti. Ularni ham qo'yamiz. Rasxodlari o'rtacha 125 kubaligi 3-4 litr rasxod qiladi deb men grubiy aytdim. Yaqinda bir mutaxassisimiz telefon qilib qolishdi. 2-3 litr yeydiganlari ham bor. Ya'ni agar yaxshi motori saqlangan bo'lsa, yaxshi yuradigan bo'lsa, 125 kubali mototsikllar o'rtacha 2-3 litr sarflaydi deyishdi. Endi qanchalik rost, qanchalik haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Buni kommentariyada, izohlarda yozib qoldirsanglar xursand bo'laman. Xudo xolasa qolganlarini ham to'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, ma'lumotlarimiz foydali bo'lgan bo'lsa xursand bo'lamiz. Bemalol telefon raqamlarimizga telefon qilib, skuter yoki Motorola xarid qilsanglar bo'laveradi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.